Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı, 6-cı bab. Kaştan dərixi qəhvəxanasida tüzük xeridar yox idi. Dərizdən düşkən qoyaş nuri topu besib ketken üstel yüzüge təkşi sepilgen idi. Saat 15 bolğan idi. Ekrandan metal taranlığandək bir xil müzik anlıvatatdı. Winston avalqıdakla bir burcakda oldidagi quruq stakanga qarab o'tiradi. U pat-pat udul tamdagi yo'g'on chiroyiga qarab qo'yadi. Rasmning ostiga cho'ng harfli qilib, "G'o'jakining ko'zi sanda" degan xat besilgan edi. Mulozim kelib, stakanni zafar orcha-orqa bilan to'ldirdi. Ondan eg'izidan inchga naycha o'tkazilgan yana bir botilkadan bir necha temim bir nima temitib, choyqab aralashtirib berdi. U seringül tamlik şeker cevheri bulup, muşu qahvaxonning alayida mahsulot edi. Winston ekrandan chiqayotgan ovozini anglayotdi. Hozir uningdan musiqa chiqayotdi. Ammo har vaqt Tinchlik ministrligining biror alayida xabari anglitilishi mumkin edi. Orqadagi urush frontidan kelayotgan xabarlar odamni noyida ansiz qiladi. Winstonning g'ami shuningda qolgan edi. Bir Yevroasiya armiyasi Okeaniya azaldan va hozirmi Yevroasiya bilan urush dedi. Bir Yevroasiya armiyasi naytda suratda janubga qarab ilgirlayotdi. Kunduzlik xabar qayaga yetib kelganligi haqida hech qanday aniq bir nima deyamagan edi. Bir nima demagan edi. Ehtimol shu topda Kongoning eg'izi urush maydoniga aylanib bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Brazzaville va Leopoldville xatar ichida edi. Buni aniqroq bilish uchun xaritaga qarashning hojati yo'q edi. U Markaziy Afrikani qo'ldan berib qo'yish masalasi bo'lmasdan, bu hozirgacha bo'lgan butun urush mobaynida Okeaniyaning territoriyasining tunji qatim haqiqiy tahdidga uchraganligidan darak beradi. Birdilla Winstonning vujudini kuchli hayajon, bir xil mamnuniyat qopladi-yu, yana darhol o'chdi. U urush haqida o'ylashni to'xtatdi. Bu kunlarda Winston o'zining diqqatini biror nuqtada bir necha minutmi markazlashtirolmaydi. U stakanni ilib bir ko'tirish bilan quruq devatdi. Doimqidek orcha-orqa uni jo'g'ida bir titratdi. Winston azroq bir nimalarni yondirdi. Bu odamning ko'nglini bekda ilashtiradi. Seringül bilan shakar javharining o'zimi odamni bearam qildigan bo'lib, orcha-orqadagi may ta'mini yo'q qilolmaydi. Hammadan odamning ko'nglini ilashtirdigini haraqning purqi bo'lib, bu doim Winstonning kalasida heliq nimalarning purqi bilan aralashib, ularning nomini hargiz atapmi sanmaydi. Hatto ko'z oldiga keltirishdimi o'zini qochiradi. U Winstonning yuziga yaqinlashgan, purqi Winstonning demiqiga urilgan bir narsa edi. Haraq uning oshqozonini birdilla o'riltib, u bir nimalarni yondirdi. U qo'yib etilgandan buyon xeyli at ilib qolgan. Rangi ro'yimi xeyli tuzilib asli kelib qolgan edi. Put-qo'llarga xeyli jon kirib, tomlashib qolgan. Yirik yuz terilarga xeyli qon yugurgan edi. Hatto taqir beshimi xeyli qizirib qolgan edi. Mulozim Winstondan so'rmayla bir shaxmat taxtasi va Times gazetidan bir parcha ep keldi. Gazetningmi shu shaxmat stoni barbatni ichib akagan edi. U Winstonning stakanning quruq ekanligini ko'rib, darhol orcha-orqa akilib to'ldirib qo'ydi. Mulozimga deb qo'yishning hojati yo'q edi. Ular hammasi Winstonning odatini biladi. Shaxmatni doim uning uchun tizib qo'yadi. Bulondagi ustalni doim uningga ep qo'yadi. Hatto odam liq chog'ladimi, u bu ustalda yolg'iz o'tiradi. Chunki hammaylar uning bilan yaqin o'tirib qilishdan o'zini qochiradi. U o'zining qancha stakan ishganligini sanab o'tirmaydi. Mulozimlar noit kirlishib ketgan qog'ozga hisobotini yozib, pat-pat uning akilib beradi. Ammo Winston doim ularni oz hisoblab qo'ygandek his qiladi. Qimmat hisoblagan taqdirdami hech qisi yo'q edi. Hozir uningda yetkudak pul bor edi. Uning hozir xil azodi bir xizmati bo'lib, maoshimi ilgirgidan xil yuqori edi. Ekrandagi musiqa bir odamning ovoziga almashdi. Biroq bu oldingi safning xabari emas edi. Faqat Molchilik ministrligining bir qisqalar bayonot edi.
10-cı 3 yıllık planida boğuş işlep çıkarış 98% aşırıp orunlanğan idi. O gazetdeki şahmat stoluna qarab, şahmatni tizdi. Gazetga besilgan şahmat vaziyati murakkab edi. İki atni ishiltib mat qilishga to'g'ri keladi. Oq taraf burun mangdi, ikki qadamdila mat qiladi. Winston beshini ko'tarib, xo'jakining rasmiga qaradi. Oq doim mat qiladi. O bir xil sirliq, mistik xayollar g'arq bo'ldi. Her qitim shundoq o'rinlashtiriladi. Şahmat tepishmiqi sayfisi ta'sis qilingandan buyon qora bir qitimmi yengib baxmagan edi. Bu yaxshilikning razillik ustidan mangu g'olib keldiganligining simvoli emasmi? Yo'g'on yuz, intayin salmoq, hayvat nazarda Winstonga qarab turadi. Oq doim mat qiladi. Ekrandagi ovoz tuyuqsiz to'xtab, uning o'rniga texmi hayvat bir ovoz almashdi. Soat 15:20da muhim uqtirish bor. 15:20da uqtirish intayin muhim. Diqqat qilinglar, o'tib ketib qolmasin. 15:20da. Yilqi jarang-jurang muzika yana boshlandi. Winstonning yuragi dupiltashga boshladi. Bu oldingi sapning xabari edi. Uning tuyg'ulari uningga buning yomon xabar ekanligini aytib Afrikadagi uzil-kesil mag'lubiyat kun bo'yi uning kallasidan ketmayotdi. U xuddi Yevro Osiyo armiyasining xuddi sonsiz jumillardek azaldan yemirilib baxmagan urush sepini bosib o'tib, Afrika tumishqa qarab ilgirlayotganligini ko'rgandek bo'ldi. Nemishqa ularga bir amal qilib pistirma bilan zarba berish imkoniyati yo'qdi. G'arbiy Afrika qirg'iqi uning kallasida süpsüzük ayan bo'ldi. U oq atni ilib oldiga bir qadam maqdi. Bu dal muvofiq o'rin edi. Hatto mushu chog'ning o'zidimi u qora kiyim kiyib olgan bir armiyaning janubga ilgirlayotganligini ko'rayotganda, ushtumtut sirliq tashkillangan yana bir qo'shin ularning keyindilla undi va ularning quruqliq dengiz aloqa yo'lini uzib tashladi. Bu qo'shinni u o'zining subjektiv orzusi bilan paydo qilganligini his qildi. Ammo ular tezdan harakatlanish kerak edi. Agar ular butkul Afrikani kontrol qilsa, Cape Townda havo armiya va suv osti paraxoti bazasi qurib olsa, okeaniyani ikkiga bo'lib o'tadi. Buning ahamiyati g'oyat zo'r edi. Dunyoning tartibi qaytadan o'rnatiladi. Partiya g'o'laydi. U chunqur nafas oldi. Uningda bir xil aralash, g'odirmash tuyg'ular paydo bo'lib qolgan edi. Paydo bo'lib qoldi. Yo'q. Uni g'odirmash degandan ko'ra qat-qat tuyg'ular deb tasvirlash nihoyat muvofiq qiladi. Odam bunda qat-qat tuyg'ular ichida zodi qaysi qat tuyg'uning o'z ichini haqiqiy o'rtayotganligini bilmaydi. Zodi qaysi qat tuyg'uning o'z ichini haqiqiy o'rtayotganligini bilmaydi. Bu g'odirmash tuyg'ularmi o'tib ketdi. U oqatni qayta aslidagi joyiga qo'ydi. U endi xiyolni shaxmatga yig'amadi. Uning o'y xiyollari yana qanotlanishga boshladi. U to'limi angsizlarcha ustaldagi chang to'zang ustiga barmog'ida 2 qo'shilgan 2 tang 5 deb yozdi. Ular ishingizga kirmaydi degan edi Julia. Biroq ular ishingizga kiralaydi. Bu yerda bo'lgan ishlar mangulik degan edi O'Brien. Bu rost gap edi. Siz qilib tashlagan ba'zi ishlaringizdan hargiz asliga kelmaydingiz. Vujudingizdagi ba'zi narsalar ko'ydirib etilgan, chirmib etilgan edi. U Juliani ko'rgan, uningga gap qilgan edi. Hozir bu xatarlik ish emas edi. Uning qarashicha, hozir uning nemish qilishi bilan butunlay kori yo'q edi. Agar Winston yoki Julianing birari xolislar Winston yana uchrashishni o'rinlashtira oladi. Amaliyotda ular tasodifiy uchrashib qolgan edi. U kuni havo intayin nachar bo'lib, martning sovuqi jondan o'tadi. Chimlarmi qurib ketgan, yer to'nglab to'muzdek bo'lib ketgan edi. Hech yerda chechak didor ko'rinmaydi.
Nayt zor qaysarlik bilan anda-sanda bo'ynini chiqargan giyohlarmi sovuq shamolda shumshuyib turadi. Winston alrash ketib boradi. Qo'llarimi muzlab ketgan, ko'zlaridan yoshlar quyilib turadi. Dal shu chaqda o'zidan 10 metr nerida Juliani ko'rdi. U Julianing jug'ining g'alitli o'zgarib ketganidan bakli cho'chidi. Ular bir-biriga hech qanday imo-ishorat qilmay o'tishib ketdi. Ondan Winston burilib uning ergashdi. Ammo bak yaqin mundishib olmadi. Ammo bak yaqin so'ngdishib olmadi. U buning bexatarligini hozir hech kimning uningga qiziqmaydiganligini biladi. Julia gap qilmadi. U xuddi Winstondan qutulmoqchi bo'lgandek yonga burilibla chimliqni kesib o'tdi. Ammo endi Winston uning bilan yonma-yon mengishivadi. Uning yuparmoqlari tushib ketgan bir qariyag'ashlar orasiga kirdi. Ular yuparmoqlari tushib ketgan bir qariyag'ashlar orasiga kirdi. Bu qariyag'ashlar ya sovuqqa daldi bo'lolmaydi, ne ularni boshqalarning ko'zidan to'sib turolmaydi. Ular to'xtadi. Havo bakli sovuq edi. Yumran qariyag'ash shoxchalari orasidan vushqurtib turgan muzdek shamol amdila beshini ko'targan zafargul chechaklarining barglarini to'zitib etdi. Winston uning belidan quchoqladi. Bu yerda ekran yo'q edi. Ammo cho'qim maxfiy tingshug'ishlar o'rnatilgan edi. Uning ustiga boshqalarning ko'ziga tushib qoladi. Biroq hozir bu masala emas edi. Agar ular xohlaslar, shu yerda yetibla ko'ngil tortqanni qila oladi. Winston u ishni o'ylab, qo'rqinishdan vujudi texmi muzlab ketdi. Winston uning qo'llarini shuncha siqsimi, uningda hech qanday bir inkas bo'lmadi. O'zini ajratishqimi andikmadi. Winston Julia'dagi o'zgarishni amdi ko'rdi. Uning yuzi sarg'ayib qolgan edi. Chochlarining orasida peshonasidan cheksigacha uzun bir tatuq turadi. Ammo Winston diqqat qilgan o'zgarish bu emas edi. Uning bellari tomlashib qolgan hamda yumronligini yo'qotgan edi. Winston bir chaqlarda bir qitimliq raketa bombasi portlagandan keyin o'zining bir xarobalikdan bir jasadni tortib ap qochqinni esladi. U chaqda uni hayron qoldirgani jasadning ig'irligi emas, balki uni ko'tirish va u yoq bu yoqqa midiriltishning xuddi toshga o'xshash nihoyat qulaysizlashib ketganligi edi. Mana hozir uning badanimi dal shuningga o'xshab qolgan edi. Bu Winstonga Julianing terilarining to'qimalari burunqidan jiqli o'zgarib ketgandek bilindi. Winston uni so'yishga urinmadi, ham gap so'z qilishmadi. Ular chimliqdan qaytib orqaga manganda Julia Winstonning ko'ziga tunji qitim qaradi. Bu daqiqalikla qarash, mansitmaslik, yoqtirmaslikqa to'lgan edi. Winston buni burunqi ishlar sababidan bo'g'inni yoki go'shlashib ketgan yuzi va yoki to'xtamay yosh eqiyotgan ko'zi tufaylidan bo'g'inni bilmadi. Ular bir to'mir o'rindiqda yonma-yon o'tirishdi, ammo bak yaqin emas edi. U Julianing gap qilishga tamshalganini ko'rdi. Julia kelangsiz oyog'ini asta midiriltib, pastki bir shaqqa maqsadlik dastadi. Winstonga uning putlari sal yo'g'inab qolgandek ko'rindi. "Men sizga osiylik qildim", dedi Julia tüp-tüzla. "Men sizga osiylik qildim", dedi Winston. Julia uningga yoqtirmaslik nazarda yana shartda burildi. Ba'zida ular odamga bardashlik bergili, hatto o'ylashga jur'at qilg'ilimi bo'lmaydigan narsalar bilan tahdid soladi ekan, dedi Julia. Shuning bilan, "Yo'q, menga undaq qilmanglar, boshqalarga qilinglar. Undaq qilinglar, mundaq qilinglar" deydi ekanmiz. Undaq chaqlarda yolg'ondan dedim, faqat azobdan qutulish uchunla shundaq dedim. Deganlarim mundaqla deb qo'ygan gaplar deb o'ylaydi ekanmiz. Ammo undaq emaskan. Navoda rostla beshingizga shundaq ishlar kelganida uni ichingizdan deydi ekansiz. Chunki buningdan boshqa qutulish yo'li bo'lmasa deb o'ylaydi ekansiz. Shundaq qilishga tayyor turdi ekansiz. Bu azob, og'riqlar boshqalarga bo'lgan deb umid qildi ekansiz. Ularga nima bo'lishi bilan koringiz bo'lmaydi ekan. Bütün əsyadınız faqat o'zingizda bo'ladi ekan. To'g'ri, bütün əsyadınız faqat o'zingizda bo'ladi ekan. Qo'shildi Winston.
Şunun bilan onundan keyin o odamga bo'lgan hissiyotingiz o'zgardi ekan. To'g'ri, dedi Winston. Hissiyotingiz o'zgardi ekan. Yana deyishgidek gap qolmagandek qiladi. Shamol ularning nefis formalarini badaniga choplab o'tgan edi. Ikkilisi xuddi deyishib qo'ygandeklar, yana bu yerda o'tiraverishdan sal o'ng'aysizlik his qilishdi. Yana kelib, havo bakla sovuq bo'lib, jimjit o'tiravergilimi bo'lmaydi. O, tramvayga ulgurishim lozimdi deganni bahona qilib o'rnidan turdi. Biz cho'qim yana ko'rishili, dedi Winston. Bo'ladi, cho'qim ko'rishili, dedi Julia. Winston yerim qadamla orliq tashlab, uning kaynidan birdam ora soldi, kayfiyati mengib baxti. Ular qaytib paranglashmadi. Julia mu balduroq yiroqlashish maqsadida qadamini tezlatmadi. Ammo Winstonning yetishib, yonma-yon mengib olmasligi uchun o'xshash suratda ildam qadamlar bilan mangdi. Winston uningga tramvay bekitigacha agishib mangmoqchi edi. Ammo uningga chidog'siz sovuqda bu ahamiyatsiz bilindi. Uning turibla Juliyadan ayrilib, Koshtan qahvaxonasiga ketgisi kelib ketdi. Shu topning o'zida uningga nisbatan u qahvaxonadan bekrak jalbkor yer yo'q edi. U bulongdagi ashu ustalni, gazetda shaxmatni, yana to'ldirib qo'yilgan orcha harqini seg'inish bilan ko'z oldiga keltirdi. Eng muhimi u yer issiq edi. Winston qadamini ostilatdi. Odamlar to'pi u ikkilarni ayiribdi. U yana qadamlarini teziltay dedi-yu, ammo yana ostilatdi. Ondan burilib qarshi yo'nalishga qarab mengib ketdi. U taxminan 50 metrcha mengib, kayniga burilib Juliyaga qaradi. Ko'chada odamlarmi silkib qolgan edi. Biroq u Juliyani farq etmadi. Yo'ldagi aldirash mengayotgan kishilarning har qanday biri Juliya bo'lishi mumkin edi. Balkim Juliyaning texmi samirib, qo'pollashib qolgan badani kayindan qaraganda to'nuqsiz bo'lib qolgandi. Shundoq ish yuz berganda gap ichingizdan chiqadi ekan, degan edi Juliya. Winstonning rostilla ichidan chiqqan edi. U mundaqil deb qo'ymagan edi. Shundoq bo'lishini umid qilgan edi. U o'zining emas, Juliyaning yiliq narsaga tutib berilishini chin ko'ngildan xohlagan edi. Ekrandan chiqayotgan muzika o'zgardi. To'limi quloqqa yoqmaydigan masxirlik bir ogohlantirish muzikisidagi bir nota anglandi. Orqadan bir ovoz, balkim hech qanday ovoz chiqmagandi. U faqatla bir ovozga aylangan bir aslimidi. Naqshi aytishni boshladi. Büyük bıraksan kaştan ostida, men seni sattım ve sattın sen meni. Onun ko'zi villada yoshga to'ldi. O'tayotgan mulozim Winstonning stakanning quruqdalganligini bilib, bir botilka archa harqa ilib keldi. Winston stakanni purab baxdi. Bu haraq ishgan siri shuncha tetiqsizlashib ketdi. Ammo u hozir haraqni o'zidigan beliqqa aylanib qolgan edi. Bu haraq onun hayatı, mamati, şundaqla qayta tirilish edi. U Winstonni har kuni uyquga aparatdi. Ertasi atdiganda onunga jon kirgizatdi. Odatda u 11:30dan burun o'rnidan turmaydi. Har qitim turganda ko'zlarini chapaq besib, ig'izlari qurib ketadi. Umurtqisi xuddi sunib ketgandek qimir qilinmay qoladi. Navoda oqshimi beshiga qo'yib qo'ygan archa harqidan bir o'tlanmasa, o'rnidan turolmaydi. Kunduzlari hang vaqti chiroyli bo'lib qoladi. Ekrannimi qo'lida botilka tutib olgan peti anglaydi. U vaqtni soat 15dan toki taqalg'ucha Koshtan qahvaxonasida o'tkazadi. Hech kimning uning bilan kori yo'q edi. Hech qanday bir sada, ekrandan kelgan hech qanday bir ovoz uni ogohlantirmaydi. Anda sanda haftada 2 qitimcha u ministerlikdagi to'pchang besib unutilib ketgan ishxonasida ozroq xizmat qilib qo'yadi. U hozir yangi til lug'atining 11-nashrini tuzishdagi ushshaq masalalarni hal qiladigan bir komitetga xizmatga taqsim qilingan bo'lib, bu komitet ministerlikdagi mazkur xizmatga mas'ul sonsiz ushshaq komitetlarning biriga qarashli. Yana bir komitetga tava bir kichik komitet edi. Ular vaqtliq xotira deb ataladigan bir xizmatga mas'ul bo'lib, Winston ta hozirgacha
zodi nimani xotirlaydiganligini topolmagan edi. U pash tirnoqning ichiga qo'ylamdi yoki sirtig'imi degandek masala edi. Bu komitetda yana boshqa 4 odam bo'lib, ularning hammasi dal Winstonga o'xshash odamlar edi. Ular odatda bir qancha kun birga ishlaydi. Ondan darhol tarqitib etiladi. Ularning hammasi amaliyotdami bu yerda hech ishning qilinmaganligini oshkor e'tirof qilishadi. Ammo ba'zi kunlari xizmatiga shunchalik cho'kib ketadiki, uzun vaqt sarf qilishib, oyog'i chiqmas bir nimalarni yedishib ketadi. Ularning nima to'g'riliq munozara qilyapmiz deydigan munozarasi so'zilib, cho'nqurlashib, murakkablashib, temidan chatnab, uqumlarni malmallashtirib, oxiri yuqori arz qilamiz degan da'vo dasturlar bilan past qo'yga tushadi. Ondan keyin yeli chiqqan topdak solishib, kamardek jonsiz ko'zlari bilan bir-biriga qarashganicha xo'roz chilisa qechib ketadigan jin arvohlardek o'tirishib ketadi. Ekran bir qancha minut tinchlanib qoldi. Winston beshini yana ko'tardi. Xabar, afsus, ular faqat muzikani almashtirgan edi. Ko'zni yumib oldi. Ko'z oldiga Afrikaning xaritasi keldi. Har qaysi davlat armiyalarining yurishlari go'yo xaritadek Winstonning kallasiga sızıldı. Bir qara ya o'qi tik yo'nalishda janubga qarab ilgirlayotdi. Yana bir oq ya o'qi bo'lsa, qora o'qning quyruqidan kesib o'tib, yanto yo'nalishda sharqqa qarab ilgirlayotdi. U xuddi yuragimga bir tukirib qo'ysin degandek, tomdagi muzdek surlik chiroyiga qaradi. Ikkinchi ya o'qining mavjud emasligi mumkinmidi? U yana solishib ketdi. U yana eg'izni to'ldirib bir o'tlatdi. Ondan oq otni ikkilinib bir qadam mangdi. Shoh! U aniqli xato mang'an edi. Chunki dal shu asnoda uning esidan bir xotira lappida kechdi. U Shamda yo'rtilgan bir uyni ko'rdi. Uyda yo'g'on oq rangli bir karvat bor edi. Uyda 9-10 yoshlar chamisida bir o'g'il bola polda o'tirib, shishixal qutisini sharaqshitib, xushalliqdan gul qaqalari ichilib ketgan edi. Uning onasimi ularning udulida o'tirib kulyotdi. Bu Winston yo'qab ketishdan bir oy burungi ish edi. Ikkilarning orasi xeyli o'ngshilib qolgan. Uning qo'siqining to'xtovsiz ochliqimi sal unutilgan. Onasiga bo'lgan mehrimi vaqtliq uyg'onib qolgan edi. U kun uning obdan esida edi. Sirtda chilaklab yomg'ir yog'ayotdi. Sular darizning ramkasini bo'ylab yiqyotdi. Darizdan kirgan yo'rug'liq bakla ojiz bo'lib, kitob o'qig'ili bo'lmaydi. Ikki kichik bola bu qorong'u tar hujrada o'lgidek zerikib ketgan edi. Winston yig'laydi. Bir narsa yeyman deb qag'ishlik qiladi. Yolvuratdi. Uydagi narsalarni tortib, so'rab, chuvvatadi. Tomdagi taxtayga qattiq tepkinidan qo'shnisi tomni bir qancha qatim urib, inkos qaytarishga majbur bo'ldi. Kichiki bo'lsa, pat-pat mishildab yig'lab turadi. Oxirida onasi uningga: "Gap angla bolam, sana bir o'yinchoq ep beray. Chiroyli o'yinchoq, cho'qim yaxshi ko'rib qolasan", deb yomg'irda sirtqa chiqib ketdi. Atrofda onda-sonda ichilib qoladigan kichik bir do'kon bor edi. Birdamdala u bir karton qog'oz qopni ko'tarib qaytib kirdi. Ichida yilon shota o'yinchiqi bor edi. Bir xil shaxmat to'ridagi o'yinchiq. U hali ham ashu karton taxtasining namlashib ketganligidan chiqqan puraqni eslayoladi. Bu o'yinchiqning sifati to'liq nachar bo'lib, taxtasi yerilib ketgan. Ushshaq yog'och uruqlarimi maymoq, saymoqliq uyulgan bo'lib, karton taxtida tikmo turolmaydi. Winston u narsaga ozroqmi qiziqmadi. Biroq onasi bir dona shamni yondirdi. Ularning hammasi polda o'tirib, buni o'ynashni boshladi. Winston birdamdala o'yinga kirib ketdi. Kichik sulyot tangidak narsa shotining ustiga oran chiqib, yana yilonning oldiga tushib ketganda, u xushalligidan kulib to'g'lab ketadi. Uning singlisi yostiqqa yulanganicha qarab o'tirdi. Garchi tushunmasimi, ular kulganligi uchunla tang kulishib,
xo'sh bo'lib ketdi. Ular 8 maydon o'ynadi. Winston 4 maydon o'tdi. Ular bütün bir tushdan burun Winstonning texnik kichik vaqtidagidek to'liq ko'ngillik o'ynadi. U kalisidan u aslimalarni zo'rlab chiqaribdi. U saxta aslimalar edi. Uning kalisiga doim mushundaq saxta aslimalar kirib oladi. Bularning nimaligini bilsalar, bu cho'ng masala emas edi. Ularning ba'zilari rost yuz bergan, ba'zilari yuz bermagan ishlar edi. U yana shaxmatga qarab, oq otni qayta qo'lga oldi. Dal shu asnoda uruq uning qo'lidan taxtaga tushib ketdi. U xuddi yeng sanjilgandek cho'chib ketdi. Aslida bir chirqirgan kanay ovozi London osmonini kesib o'tgan edi. Xabar. G'alba qipti. Har doim g'alba xabaridan burun mushundaq kanay chinlatdi. Qahvaxonadagilarning hammasini go'yo tok so'qiyotgandek dong qetibli qoldi. Hatta mulozimmi cho'chib, quloqlari ding bo'lib ketgan edi. Kanay ovozdan keyin bir damgacha unlik shovqin anglandi. Ondan keyin ekrandan bir ovozning hayajonda bir nimalarni o'qigan ovozi anglandi. Bu ovozni sirtdagi kishilarning hayajon tantanlari besib olgan edi. Xabar ko'chalarda chaqmoqdek tarqaladi. Ammo u ekrandan nemish bo'lganini tushundi. Dal u tasavvur qilgan ish yuz bergan edi. G'oyat zo'r dengiz armiyasi maxfiy to'planib, dushmanning orqa sepiga tuyuqsiz tegish qilgan edi. Oq yauqi qora yauqining quyruqini kesib o'tgan edi. G'alaba sadolari taraf-tarafdan quloqqa kirishga boshladi. Qaltis, strategiya mukammal moslashtirdi. Uzul kesil tarmar qildi. 500 mingga yaqin asir qo'lga tushdi. Dushman jangovarligi butunlay sundirildi. Urushni oxirgi bosqichiga elib kirdi. İnsanlar tarixidagi eng zo'r g'alba. Winstonning ustal ostidagi puti xuddi pey tortishib qolgandek midirlayotdi. U o'rnidan chachrab turib ketmadi. Ammo u yengida yugurayotdi. Nayt tez yugurayotdi. U sirtdagi kishilar to'pida hayajondan to'plashib, quloqlar pang bo'lib ketay degan edi. U O'jakining portretiga yana bir qaradi. U dunyoni qo'lga olgan bir gigani dedi. Osiyo chuprandilarini to'sib turgan qiya tosh edi. U 10 minutning qandoq o'tib ketganligini tuymayli qoldi. Ras, aran 10 minut o'tgan edi. U texcha bu g'alaba xabarimido yo mag'lubiyat xabarimido deb o'ylayotdi. Yo'qtilg'ini yolg'iz bir Yevro Osiyo armiyasi emas edi. Shafqat ministerligiga elib kirilgandan buyon uningda jiq o'zgarish bo'lgan edi. Ammo eng oxirgi uzil-kesil o'zgarish ta mushu daqiqagacha yuz bermagan edi. Ekrandan qirg'in qilish, asirga elish degandek xabarlar qumdek to'kilib turadi. Sirtdagi tantana sadolarimi sal past qo'yga tushdi. Past qo'yga tushgan. Mulozimlarmi ishiga qaytgan edi. Winston to'liq go'zal bir tush ichida stakanning to'ldirilganligini tuymadi. U chiqib tantana qilib yugurib yurmadi. U yana shafqat ministerligiga qaytgan, hamma gunohi kechirilgan, ruhi qordek oppoq holatga kelgan edi. U ochiq sud sahnasida edi. Hammani iqror qilyotdi, hammani topshirayotdi, hammalarni pash qilyotdi. U oppoq bir koridorda, xuddi yo'p-yo'ruq quyosh nuri ostidagidek bir tuyg'u bilan mengayotdi. Keyinda bir qurolli qorovul bor edi. U uzun zoriqib kutgan o'q uning beshini teshib kiryotdi. Winston tamdagi zo'r yuzga qaradi. Uningga qora bulut ostidagi tabassumning ma'nosini tushunishga 40 yil vaqt ketgan edi. Nima degan zaruriyatsiz, ahmoqona xato tushunish-a? U nima degan nodon, nima degan johil. Ashu muhabbatga to'lgan quchoqdan nemishqimi qechib yurgandi bu kamgacha? Araq buraydigan ikki tomchi yosh Winstonning burnining ikki tarafidan do'malab tushdi. Ammo bu mu bo'ldi? Hamma yaxshi bo'lib ketdi. Uningdagi ishki kurash oxirlashdi. U oxiri o'zini yangdi. U oxiri Xo'ja akani yaxshi ko'rgan edi.